Paroda belgiyskiy, o'ta dahshatli udari. O'sha mashhur belgiyskiy paroda. Har birimizni uyimizga 20 ta desam 5 ta metad deb kommentariy yozishdi. Xo'p, 10 tadan bo'lsin, sportsmen, bodybuilding bo'yicha buqalar chempioni. Belgiyskiy paroda. Bitta ko'rib, like bosib, buqaga qiziqadigan hamma tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bu buqani fanatlari uchun. Buqa boqaman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Ko'rib maza qilsin. Dahshatlari birinchi bizda, keyin boshqalarda. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Belgiyskiy parodani Rossiyadan o'zi bitta reys 60 ta topish juda ham qiyin. Topsangiz ham buni kilogrammi eng kami 500 rubldan bo'ladi. Hozir bizga molga qiziqadigan ashaddiy bitta odam tashadi. Bu kattasi umuman Rossiyada emas, narigi undan oldingi ko'rgan videosi hammasi Rossiyada. Kilogrammi 500 rubldan tashadi. 500 rubldan. U degani O'zbekistonga 650 rubldan boradi degani. Kerakmi? Kimga kerak? Aloqaga chiqaveringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.